Hammaga salom, hurmatli obunachilar, sevimli insonlar. Mana Chevrolet Tracker Premier Plus qisqacha laminatsiya haqida gapirib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek matoviy laminatsiya qilingan. Bu yupqa shunaqa tumanka plyonka hisoblanadi. Buni bitta kamchiligi mana ma'lum vaqt o'tgandan keyin mana shu 3-4 oyda bo'ldi-da, bir 5 oylarda manaqa qilib ko'chishni boshlaydi. Mana keyin mana Chevrolet Trackerlarda o'sha plastigiga oldin yog'sizlantirib, keyin o'sha kimyoviy moddada yog'sizlantirib, keyin buni yopishtiriladi. Buni yopishish jarayoni ham yaxshi uncha yopishmaydi bu. Boshqa avtomobillarga yaxshi yopishadi, bunga yaxshi yopishmaydi. Shuning uchun hozir mana glans laminatsiyani men ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa glans laminatsiya mana. Bu ham qalin, ham uni ustiga yopishish jarayonlari yaxshi, o'ziga yaxshi yopishadi. Endi bu ham bir ma'lum vaqtdan keyin ko'chishi mumkin, lekin uzoqroq muddatda ko'chadi. Shuning uchun tavsiya qilinadi, iloji bo'lsa, albatta pulida farqi bor, lekin o'sha birato'la shu laminatsiyani yopishtirganingiz ma'qul. Ham uni ustiga himoyaviy tavsiflari kuchliroq. Bu o'sha glans plyonkani hozir endi bu yerga hali biz yopishtirmadik, endi yopishtiramiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, laminatsiya nima, pul sarf qilib ortiqcha xarajatli. Yo'q, lekin mana asosan yosh bolasi borlar, yosh bolaga ehtiyotkorlik bilan oyog'ingni qo'y deya olmaysiz. Depsab tashlaydi bu yoqlarni. Hattoki boshqa katta yoshdagi passajirlar chiqsa ham. Shuning uchun agar siz laminatsiya qildirib olsangiz, bu avtomobilingizni saqlashini, o'sha mana muqovalarini, obshivkalarini saqlab berishda yaxshi xizmat qilib beradi. Uning ustiga albatta sotish paytida sizda ishonch bo'ladi avtomobilni yaxshi saqlaganligingiz to'g'risida va ishonch bilan xaridorga narxini qimmatroq aytib sota olasiz. Shuning uchun albatta pulidan qochmasdan shunaqa joylarini himoyalantirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Agar rolik yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing. Mana sizlarga ham katta semiz like. Sog' bo'linglar.